20 yillik ishlab chiqarish tajribangizda qaysi qadriyatingizni, qaysi prinsipingizni umuman buzmagansiz shu paytgacha? Prinsipda endi bizga shunaqa bitta voqea bo'lgan. Men ustiga kelib qolganman-da, ustiga kelib. Mana tarozini fundamentini qo'yishyapti, proyekt bo'yicha. Proyekt bo'yicha qo'yapti. Bu proyekt bo'yicha endi klientni o'zi qo'yadi. Biz proyektni bilamiz. Proyektning ustiga bitta nazoratga bitta odam qo'ygan. Klient menga klient yosh bola deb ko'rib, uni u bunaqani qo'yapti, betonni qo'yapti, fundamentni. Buni bu yoqni bunday qilsak bo'ladimi? Bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Nima farq qilibdi dedi-da. Men ustiga kelib oldim. Aka buni buzing dedim. Buni buzing dedim. Spor ketdi, buzdi. Buzildi, buzib yubordi. Qaytadan qilyapti ikkinchi martaga. Ikkinchi marta qilayotgan paytiga yana bir narsasi yoqmadi bizga. Biz aytdik, yo'q bo'lmaydi. Keyin u o'sha atkazga ketdi, aytdiki, men qilmayman dedi. Men katta summaga tushyapman dedi, qilmayman dedi-da. O'zimiz keyin o'shani o'zimiz qildik, o'zimizni kissadan o'zimiz rasxod qildik. Ana shu tarozi qilib bergan tarozimiz hozir 15 yil bo'lyapti, ishlayapti. Xo'shina 15 yildan beri birovda remont bo'lgani yo'q. Pretenziya ham bo'lmagan. Remont ham bo'lgani yo'q. Idealni o'rgatib berganda biza. Hamma narsaga e'tibor kerak. E'tibor, sifat kerak. Bir narsa qilasiz, aniqlik darajasi ham yuqori bo'ladi. Agar boshidan agar zo'r qilib kelsangiz, bu yog'i zo'r bo'lib ketadi. Siz agar boshidan egri yo'lni tanlasangiz, hammasi barbod. Shu prinsipga bizlar faqat to'g'ri yo'lda ketish. Zo'r. To'g'ri yo'lda.